Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf. Kifoya. Birinchi qism. Kirish so'zi. Bandalari ichidan ba'zilarini dinda faqih bo'lishga targ'ib qilgan Alloh taologa bitmas-tuganmas hamdu sanolar bo'lsin. Alloh kimga yaxshilikni iroda qilsa, uni dinda faqih qilib qo'yadi, degan payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamga salovatu durudlar bo'lsin. Aziz kitobxon, Alloh taoloning o'zidan yordam so'ragan holimizda siz muhtaramni fiqh ilmi bo'yicha yangi kitobni ehtimom bilan o'qishga va uni o'zingizning doimiy foydalanib turadigan manbaingizga aylantirib olishga taklif qilmoqchimiz. Chunki musulmon odam kim bo'lishidan qat'iy nazar o'zining kundalik, oilaviy, ijtimoiy, iqtisodiy hayotida ibodati, yemoq-ichmog'i, kiyim-kiymog'i va boshqa barcha narsalarida aynan e'timodli fiqhga doimiy ravishda muhtojdir. Mazkur ehtiyojni e'tibor olib, Alloh subhanahu va taolodan yordam so'ragan holimizda xalqimizga zarur bo'lgan diniy hukmlarni hujjat va dalillari bilan sodda va tushunarli ravishda Hanafiy mazhabi asosida bayon qiluvchi bir kitob taklif qilishga qo'l urdik. Alloh taolo bu ojizona va kamtarona ishga muvaffaqiyat ato etsin. Uni xalqimiz uchun foydali qilsin va unutish hamda xatolarimizni kechirsin. Fiqhning ta'rifi. Fiqh so'zi lug'atda daqiq fahmni, ya'ni bir narsani nozik joylarigacha tushunishni anglatadi. Shariat istilohida esa shar'iy dalillardan far'iy hukmlarni chiqarishga fiqh deb ataladi. Ushbu ta'rifdagi shar'iy dalil istilohidan asosan Qur'oni Karim oyatlarini va payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamning sunnatlarini tushunamiz. Far'iy hukmlar esa lug'atda aslining teskarisi, ya'ni shoxobcha, kichik, ahamiyatli degan ma'noni anglatadi. Shariatda esa ibodat va muomalotlarni o'z ichiga oluvchi hukmlarni far'iy hukmlardir. Fiqh ma'nosi Qur'onda kelganiga va uning ahamiyati qanchalar yuksakligiga Tavba surasidagi quyidagi oyati karima ham dalolat qiladi. Mo'minlar yoppasiga jangga qo'zg'alishlari lozim emas. Har jamoadan bir nafar toifa bo'lsaydi, dinni chuqur anglab, qaytib kelgan vaqtlarida qavmlarini ogohlantirar edilar, shoyaki ular hazir bo'lsalar. Bu oyat-i karimani ulamolarimiz ikki xil tafsir qilishgan. Birinchi toifa: mo'minlarning hammalari jangga qo'zg'alishlari lozim emas. Har jamoadan bir nafar toifa bo'lsaydi, shunda jangga qo'zg'almay qolar edilar. Ular dinni chuqur anglab, jihodga ketganlar qaytib kelgan vaqtlarida qavmlarini ogohlantiradilar. Shoyaki ularni, ya'ni jihodga ketganlar hazir ehtiyot bo'lsalar, degan ma'noni ilgari suradilar. Ikkinchi guruh ulamolarimiz esa mo'minlarning hammalari jangga qo'zg'alishlari lozim emas. Har jamoadan bir nafar toifa bo'lsaydi, ular jangga qo'zg'alardilar va jihod davomida Nabiy sallallohu alayhi vasallam bilan bo'lgan muloqotlarida dinni chuqur anglab, o'rganar edilar. Jihoddan qaytib kelgan vaqtlarida qavmlarini ogohlantirardilar. Shoyaki ular, ya'ni jihodga chiqmay qolganlar ham hazir bo'lsalar, degan ma'noni ta'kidlaydilar. Ko'pchilik tafsirchilarda birinchi fikr olingan bo'lsa, ikkinchi fikr ham kuchli hisoblanadi. Nima bo'lganda ham oyat-i karima va ulamolarimizning unga turli yondashuvlaridan islom dini
o'z dinimizni chuqur anglab yetishga qanchalik yuqori ahamiyat bergani yaqqol ko'rinib turibdi. Hatto jihodga bormay qolishga uzr bo'ladigan birdan-bir narsa ham diniy ilmlarni chuqur o'rganish uchun bo'lgan harakat bo'lishi mumkin ekan. Agar ushbu oyat karimani o'rganishda ikkinchi xil tafsir qilgan ulamolarimiz yo'lidan boradigan bo'lsak, qirg'in-barot urush bo'lib turganda ham islomni chuqur o'rganishga harakat qilish lozimligi ta'kidlanganini ko'ramiz. Bu holat islom jamiyati diniy ilmlarni chuqur egallagan ulamolarni kerakligicha tayyorlashga alohida e'tibor berishi lozimligini ko'rsatdi. Shu bilan birga, ulamolarning jamiyatdagi o'rinlari va mas'uliyatlari yuksak ekanini ham ta'kidlaydi. Shuningdek, payg'ambarimiz Muhammad sollallohu alayhi vasallam ham fiqhni alohida madh qilganlar. Misol uchun, quyidagi hadisni olishimiz mumkin. Muaviya roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam: Alloh kimga yaxshilikni iroda qilsa, uni dinda faqih qilib qo'yadi dedilar. To'rtovlari rivoyat qilishgan. Fiqh so'zi avval aytib o'tganimizdek lug'atda bir narsani daqiq joylarigacha tushunishni anglatadigan, shariat hukmini daqiq joylarigacha tushunishni ta'minlaydigan ilm ham fiqh deyiladi. Ana shunday ilmiy malakaga ega bo'lgan odamni faqih deyiladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Alloh kimga yaxshilikni iroda qilsa, uni dinda faqih qilib qo'yadi demoqdalar. Demak, din ta'limotlarini yaxshi tushunadigan bo'lish banda uchun katta baxt saodatdir. Unga Alloh taolo yaxshilikni iroda qilganining alomatidir. Chunki diniy ilmni ham bandaga Alloh taoloning o'zi beradi.